hozir men hamma savdogarlarni yarasiga tuz sepaman. Ibrohim aka, ana gap bor-ku, aytadi-yu. Savdo bo'lmay qoladi. Endi savdo bo'lmaydigan oilada bunday deymiz-a. 5-chi kelsin, yaxshi bo'lib ketadi deymiz. Keyin 5-chida keladi-yu, keyin oy o'rtasida yaxshi bo'lib ketadi, pullar tushadi, pul aylanishi yaxshi bo'lib qoladi deymiz. Keyin avans tushamiz deymiz-a. Keyin oy oxiri kelsin, yaxshi bo'lib ketadi deymiz-a. Oy oxiri kelgandan keyin oy boshi kelsin, yaxshi bo'lib ketadi deymiz-a. Keyin qulpnoy pishsin, yaxshi bo'lib ketadi deymiz-a. Pishiqchilik bo'lsa, yaxshi bo'lib ketadi. Shunaqa qilib 365 kun kunimiz o'tib ketadi. Bu afsuski haqiqat hammada bo'lgan. Mana bizda ham oy boshi bo'lib qoldi-da, oy oxiri bo'lib qoldi-da, mana bunaqa bo'lib qoldi-da. Mevachilik, pishiqchilik bo'lib qoldi-da. Mana bunaqa bo'lib qoldi-da. Sal kunlashib ketsin, yaxshi bo'lib ketadi. Ozgina salqin tushsin, pul yurishib qoladi hamma yoqda degan gaplar bilan buji bizning hayotimizning yarimidan ko'p o'tib ketib qoldi. To'g'rimi aka? Agar sizlarda ham narsa gap bo'lsa, shunaqa gap bo'lgan bo'lsa, savdogarlar agar shu videoni savdogarlarga jo'natib qo'ying-da. Shunaqa gap qilgan bo'lsanglar, bitta like bosib qo'yinglar. Shunaqa deb hayotimizda o'tib ketyapti. Lekin alhamdulillah har kuni shunga yarasha bo'ladi, lekin bilasizlar, lekin sabr qilamiz-da. Erta bo'lsin, indin bo'lsin deymiz, lekin o'sha kunimizda ham zo'r bo'lgan bo'ladi. Sizlar bilan Sardor kafesi like bosib qo'ying.